Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Cho'ng bir namoyish to'lqinidan keyin hammanglarning kayfiyatini so'rayman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Butun dunyo miqyosida buyuk bir aks-sada paydo qildinglar. Bo'libmi ayol qarindoshlarimizga Allohning rahmati, marhamati bo'lsin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bugungi temamiz milliy mavjudligimizni saqlab qolishda foydali va foydasiz omillar to'g'risida. Oldi bilan shundoq bir savol har bir Sharq Turkistonlikning aqlidan kechadigan va kechayotgan bir savol bilan boshlaydi. Biz milliy mavjudligimizni saqlab qola olamdik, qololmadik. Bu savolni har bir Sharq Turkistonlik nihoyatda astoydil, nihoyat qat'iy qilib o'ylab beqish kerak. Tafakkur qilish kerak va saqlab qola olamiz degan javobni topa olsa, buni hissiyotga tayanib, qandaqdir hech qanday asosi bo'lmagan, mantiqisi bo'lmagan atalmış pozitivizm yoki umidvorlik nuqtasidan saqlab qola olamiz degan javobni ko'tarib chiqmay, astoydil o'ylab baqsin, cho'nqur tafakkur qilib baqsin va bu savolga javob topishga urinib baqsin. Bu har birimizning vazifasi, majburiyati. Biz milliy mavjudligimizni saqlab qola olamdik, qololmadik degan savolni nima uchun so'raymiz? Chunki bizning ozodlik harakati qilishga shu anda hech qanday ichki tashqi sharoitimiz yo'q. Yaqin arada bo'lamdi, buningga bir nima demak tez. Hatto yaqinqi 100 yil ichida mushundaq bir fursatimiz bo'lamdi, buningga bir nima demak tez. Bu bugun Sharq Turkistondan hijrat qilgan, vatanning tuprog'ida tug'ilgan, vatanning esil sarxil jannatul ma'vodan chiqqan kabi shirin shakar mevalarini tetigan, shundaqla dushmanning zahrini tetigan Sharq Turkistonliklar hayot ekan. Bu fursatning kelmaydiganligi hammamizga ko'rinib turibdi. Agar bu ikkinchi, uchinchi avlodimizga qolsa va uningdan keyingi avlodimizga qolsa, bu mavjudlik saqlanib qolamdi, saqlanib qolmamdi. Bu cho'qim qat'iy qilib o'ylashga tegishli bir ish. Bu savolni so'ragandan keyin tabiiy holda bundaq ikki cho'ng kategoriya o'ylash kategoriyasi oldimizga chiqadi. Biri milliy mavjudligimizni saqlab qolishdagi ichki omillar. Yana biri tashqi omillar. İchki omillar deganimizda tabiiy holda foydasiz omillar va foydali omillar degan ikki ast kategoriya maydonga keladi.
tefekkür qilgan siri bu ufqimiz kengaydi, şahlaydı bu. İçki amillar, faydasız içki amillar ve faydalık içki amillar degan ikki şahçıga bölünadi. Endi tashqi amillar degandimi, o'xshashla foydasiz tashqi amillar, foydali tashqi amillar degan ikki shoxchaga bo'linadi. Mana bu shoxchalar orqali har bir Sharq Turkistonlikni tafakkur qilib, hech bo'lmaganda bir sabab topib chiqishga chaqiriq qilaman. Bu bir odamning huddisidan chiqishi mumkin bo'lmaydigan nayt cho'ng bir masala bu. Bunun uchun her birimiz o'ylanib bakaylik bunu. İlgari xeli yillar burun Erkin Ekrem Efendi bir makale ilan qilgan. SWOT şirket analiz metodu hakkında. Bu g'arbliklarning bir şirketni rivojlantirish, kengaytirish yoki bo'lmaydi ekan deb umidni uzib taqash qatorliq ishlarda hukm qilish uchun chiqargan bir formulasi. Yani S degani kuchliklar, yani strength, W degani weakness, ajizliklar, O opportunity, yani fursatlar, yani T threat. Bu usul orqali Sharq Turkistonning ozodligi masalasini analiz qilishni o'tirg'a qo'ygan bu Erkin Ekrem. Ben bu makalani yoqtirganligim uchun Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish majmuasining 4-chi tomiga kirgizdim. Uni ma Facebookda e'lon qilingan mundarjidan ko'ra olasizlar. Va kelgusida nashr qo'ygandan keyin shu kitobning ichidan bu maqolani o'qiy olasizlar. Uningda kuchli taraflarimiz, aciz taraflarimiz, fursatlarimiz degan bu shaklda analiz qilibdi. Yani o şirketlerinin öz-özünü tekşirish usulini Sharq Turkiston ozodlik masalasida tatbiqlab foydalanishni taklif qilgan. Endi mening taklifim shunga o'xshab ketadi desak ham bo'ladi. Masalan, foydali omillar degan vaqtimizda kuchlikligimiz, kuchli taraflarimiz, ziyonli omillar degan vaqtimizda aciz taraflarimiz deganga to'g'ri keladi. Ammo ma'lum nuqtadan yanada o'xshamasliklar bordek his qildim. Uning uchun ikki cho'ng kategoriyada ichki omil va tashqi omil nuqtasidan va ichki omil deganda foydasiz omillar va foydali omillar degan ikki tarmoq shoxchidan tahlil qilib baksak. Her bir Uyg'ur. Ben bu yerda bir tayyor natija sunmayman sizlarga, faqat bir o'rnak sunaman. Masalan, ichki omillar degan cho'ng kategoriyaning ostida foydasiz omillar deylik. Tafakkur hurunluqi, kitap o'qishga bo'lgan jiddiy ko'lamdagi so'g'uqliq, anglag'angili ishonish, ko'rgangili ishonishda go'lliqimizga fikr oddiyligiga sabab bo'ladigan bo'lg'achqa bunday oddiy tafakkur oq-qora shaklidagi ayriboshlash odatimiz tufaylidan dushmanning buzg'unchiliklarga hamon mudofiasiz psixik holatimiz
içki paydasız amillarning eng baştaki namunalari hisoblanadi. Bundan başqa milliy kimlik tunishimizning hozirgacha bo'lgan ojizligi, asti kimliklarga bo'linish moyilligimizmi yana bir paydasız içki amili hisoblanadi. Men ikki misol berdim. Başqa paydasız amillarni her bir Sharq Turkistonlik o'ylab topsin. O'ylab topsin, birlikda muzokara qilaylik. Biz o'zimizni tushunishimiz kerak oldi bilan. O'zimizni tushungandan keyin dushmanni tushunishimiz kerak bo'ladi. Aldingi suhbatlarda dedik-ku, deyman, bu Xitoyning tarixda o'tgan harbiy olimi deb atalgan Sun Tzuning Urush san'ati degan kitobida o'zingni o'zgunini bilsang hech qanday jangda yengilmaysan degan so'zini misol keltirgan. Biz o'zimizni bilishdan boshlaymiz bu ishni. Hozirgacha o'zimizni bilish mavzusida jiddiy tafakkur qilib baqdikmi? Bunday bir tafakkur qilish bo'lmadi. Onun uchun jiddiy bir tafakkur qilaylik. Nima uchun biz oddiy tafakkurni oq-qora shaklda ayirib boshlash deymiz? Bu psixologiyadagi bir tushundirish usuli. Biz birisini yaxshi deymiz, yaxshi degan vaqtida farishtaga aylantirib o'tamiz. Yomon deymiz, iblisga aylantiramiz. Ikkilla qutb bor, ikkilla rang bor. Ya oq bo'ladi, ya qora bo'ladi. Ya ayon bo'ladi, ya mayon bo'ladi. Ammo dunyodagi ishlar undan ikkilla kategoriyada bo'lmaydi. U qadar oddiy bo'lmaydi. Bir-biriga yaqin keladigan nurg'un rang bor dunyoda. Kompüterning o'zida 30 ming xildan ortiq rang bor degan gap bor. Buni anlagansizlar qachon. Kompüterning rangi aloqador yerlarini ochgan vaqtimizda ko'rimizki, agar rang farq etishda ojizlik bo'lgan ko'zlar farq etolmaydigan bir-biriga yaqin keladigan ranglar bor. Bu rang bir misol. Turmushimizda nihoyatda inchga ayirib boshlashga tegishli nurg'un ishlar bor. Uni ya oq, ya qora deb ayirmaymiz uni. Bizning tafakkur usulimizning oddiyligidan nihoyatda osonlar o qutbdan bu qutbga o'tib ketadiganligimizdan mana shunday o'ylaymiz. Masala oqqa yoki qorga ayrilmaydi. Bu ikki rang orasida nurg'un rang bor. Andaq ekan hayotimizdagi turmush masalalari bo'lsin, siyosiy masalalar bo'lsin, davlat masalalari bo'lsin, unda ikki turda ayrilmaydi. Biz o'zimizni tahlil qilgan vaqtimizda mana shu oddiy tafakkur odatimizni tashlab bir az cho'nqurroq tafakkur qilishni, o qutbdan bu qutbga o'tib ketmay o'zimizning qutbini yaratishni o'rganishimizga to'g'ri keladi. Bu ikki misolni ko'rdigan holda yana o'xshamagan foydasiz ichki omillarimizni tepib chiqishga tirishib baqsak, her birimiz birdan tepib chiqsak, biz barliq foydasiz ichki omillarimizni oldimizga yeyib qo'yib, uningdan jiddiy o'zgartmasi bo'lmaydiganlarini bilib olgan vaqtimizda siyosiy istiqbolimizga jiddiy zarari bo'lgan ojizliklarimizni bilib olgan vaqtimizda, foydasiz omillarni bilgan vaqtimizda uni andin jiddiy o'zgartiramiz.
Onu bilmegen vaqtimizda o'zgartgan olmaydi. Yüzümüzdeki qarını körümüz başta eynekte. Ha, andın bunu bir narsada deb yo'lda surtuymiz. Agar uni ko'rmasak-chi, yuraveramiz. Ba'zilar qarab kuladi bizga. Nima kulayotganda deb karimiz yo'q yo'lda ish. Endi foydali omillar. Ichki foydali omillar. Men bu haqdami tayyor bir mulohiza xulos sunmoqchi emas. Faqatla bir örnek vermekçi. Bunu köpçülükki sunuvatıman. Köpçülük tefekkür qilib baqsin deb. Bunun uchun men bunun emmisi ustida izlanmadim. İchki foydaliq omillar haqidagi mening bergan örnegim yoki ulgam u. Xitoy zulmining eshishidan barliqqa kelayotgan milliy kimlik qarashimizning uyg'unish vaziyati. İchki foydaliq omildan birisi bu. Asti kimlik qarashining suslishi. Qarindoshlikning ta'kidlanishida islomning jamoatchilik qarashining ta'siri. Milliy kültürimizning alayidliklarida bo'lgan ba'zi jiddiy o'xshamasliklarning ayirib turishi. Başka milletlerden dost bo'lgan taqdirdimi, yanada bir Uyg'ur bilan bo'ladigan do'stlikni afzalroq bilish moyilligimiz. Bo'libmi san'at jihatda o'zimizning milliy san'atini boshqalarnikidan ustunroq ko'rishda xosligimizmi foydali ichki omillardan biri hisoblanadi. Yana boshqa foydali omillarimiz bormi? Albatta bo'lishi kerak. Bunun bilan tugab ketmaydi. Andaq ekan bu haqda jiddiy o'ylanish lozim. Foydali omillarmi chalaqanmisin? Ziyonli omillar texmi chalaqanmisin? Men yana bir ziyonliq ichki omillarimizdan birini demabdiman, u bo'lsa-mu, degandekmi qilaman, ammo to'liq emas ekan. Ya'ni ko'rganga ishonish deganning kategoriyasiga mansub desakmi bo'ladi ekan. Bizning munofiq qarashimizning mujmalligi. Biz munofiqlar bilan bir so'rinda qaynab yashaydigan bir xalqmiz. Ba'zilarning ansirab ketishlarining qanchalik asosi bo'lishidan qat'iy nazar, ammo bizning amaliyatimiz oldimizdagi amaliyat shuki, mayli vatan ichida, mayli vatan sirtida bo'lsin, siyosiy kimlik jihatdan munofiq deyilib xalq ommasi tarafidan tashlab etilgan, yetim qolgan bir odam ko'rmaymiz. Aramızda o kadar munofiq ko'pkan. Xitoyga ayg'oqchilik qiladiganlar o kadar ko'pkan. Nima uchun tashlab etilgan bir munofiq yo'q? Yetim qoldirilgan bir munofiq yo'q. Buni jiddiy o'ylamoq lozim. Biz agar bir prinsip, o'zimizga bir prinsip belgilamasak, bu siyosiy kimlik, milliy kimlik, siyosiy istiqbolimizga bo'lgan, siyosiy ong, siyosiy ideologiyamizga bo'lgan mizonlarimiz uchun shay'i va hadislarni, odamlarni baholashda, ayiriboshlashda foydalanadigan bir prinsip belgilamasak, po'qivli bulmuqi aralashib ketgan shaklda ketaveramiz. Biz her narsaga bu prinsip bilan muomala qiladigan bo'lishimiz kerak. Bu o'lcham bilan ayiriboshlab muomala qiladigan bo'lishimiz kerak. Ya'ni tarafdorlikni asoslaydigan, tarafdorlik tuyg'usiga ko'ra baho beradigan bu odatni tashlab, umumiy milliy istiqbolga foydasizmi, foydaliqmi?
Buni asos qilgan bir prinsip belgilashimiz kerak va buning asosan shaylarga, hadislarga, shaxslarga baho berish va ularga qanday muomala qilishdagi tutumimizni belgilash. Bu intayin muhim. Bizning bu munofiqlar bilan her sorunda birga qaynashishimiz, birga o'tirib, birga qo'pishimiz eng cho'ng xatar bu. Bu Xitoydanmi o'ta xatarlik bir dushman bu munofiq degan. Islomning qarashi bo'yichami bunday munofiqlar, ya'ni odatdagi turmushdagi kichik munofiqlikni demoqchi emas. Bu siyosiy ma'nodagi munofiqlar bir munofiq 10 kafirdan yomon. Kafirlarning o'rnidanmi tuvarroqda bo'ladi do'zaxdagi o'rni. Bunda munofiqdan. Bu kadar ciddi bir düşmanni biz hiç dikkatsizlik bilen, o kadar mesuliyetsizlik bilen muamele kılıp gidiyoruz. Bu en çok ziyarlık tarafımız, en çok hatarlık karakterimiz bu. Bunu katli tüzetiş gerek. Katli tüzetmesi olmaydıgan içki faydasız amıllarımızdan birisi bu. Örnek verdiğim bolğanlığım için köp toxtalmadım. Onun için keçiringlar. Endi tashqi amillar. Tashqi amillarmi o'xshashlar, foydasiz amillar va foydali amillar degan ikki shaxsiga bo'linadi. Aldı bilan foydasiz amillarni deyishayli. Buningdimi faqatla ulgu xarakterda bir necha misol berdim. Bugun chet ellardagi Uyg'ur ko'chmanlarining holati chechilang'u. Tarqaq o'ltiraqlashish tipida bo'lishligi bilan intayin foydasiz bir omil hisoblanadi. Tarqaq o'ltiraqlashganligimiz uchun til ishiltish, urf-odatlarimizni saqlash qiyinga to'xtaydi. Shundaqla o'ltirashgan davlatlarda ikkinchi sinf muomalasi ko'rmasligi Uyg'urlarning gettolarga ayrilmaslik tufaylidan yashayotgan muhitlarga intayin tiz, ixtiyoriy, sezilmas bir şekilde integre bo'lish, ya'ni singishib ketish vaziyatimi nihoyat foydasiz omillardan biri hisoblanadi. Nima uchun ikkinchi sinf muomalasi ko'rmaslikni foydasiz omil deymiz? Ikkinchi sinf muomalasi ko'rsak yaxshimidi degan savollar tug'ilishi mumkin. Bunda bizga o'xshash bir millat nayt cho'ng bir atmosfera altida intayin az sondagi bir xalq nayt tiz u cho'ng atmosferaga singishib ketib qoladi. Buning uchun agar biz ikkinchi sinf muomalasi ko'rsak, bir az bizni chetga qaqadigan bir xil muomala qilinsa bizga, bu bizga foydali bo'ladi. Bunday ahvolda. Masalan, gettolarga ayrilsa, bu gettoni bu Yahudi diasporasının 2000 yıldan beri ko'rayotgan muomalasi gettolarga ayrilish. Yahudilar yaşayan devletlerde ta ki 2. Dünya Urushiga kadar ayrım bir ko'cha, ayrım bir mahalla bo'lardi. Yahudilar uchun. Ular bu rayonlar getto deb ataladi. Ularni shu gettolarga ayirib muomala qiladigan. Amaliyotda bu ularning o'zlarini saqlab qolishiga foydali bir omil bo'lgan.
insoniy his tuyg'u nuqtasidan kamsitilayotganligi g'ururiga tegadigan bo'lsin. Bir tarafdan yana o'zining kimligini doim eskisib turadigan bo'lganligi nuqtasidan foydali bo'lgan. Chunki ular o zamonlarda jismoniy yo'qotishga uchramagan. Jismoniy yo'qotishga uchramagan vaziyat ostida ikkinchi sinf muomalasi ko'mak qanday o'zi bilan o'xshash ko'radigan barobarlik ishqa oshgan demokratiya ismiga loyiq yo'lga qo'yilgan vaziyatga qaraganda foydali bo'ladi. Agar ko'chmanlarga qo'yiladigan talablarda hukumat dastlabda taqsim qilgan yerda o'ltiraqlashga majbur bo'lganda edi, bu foydali bo'lardi. Bu davlatlardagi erkinlik havosi biz uchun ziyonli rol o'ynaydi. Xohlagan yerda o'ltiraqlash imkonlari chechilib ketishimizga sabab bo'lgan. Endi bu foydasiz omillar degan bu nuqtada biz gettolarni misol oldik. Gettolarni misol elishimiz va demokratik davlatlardagi barobarlik havosi bizning ikkinchi sinf muomala ko'rmasligimiz qatorliqlarni yahudilarga selishtirib o'tirib qo'yapmiz. Buning sababi Amerikada Yahudi tashkilotlarining boshliqlaridan biri dunyo urushidan avval. Dunyo urushidan avval Yahudilarning Amerikaning erkinlik havosi ostida bag'an siri singishib yo'qolib ketib qolganligini qaqshagan. Aslida gettolarga ayrilsak biz saqlanib qolardik degan. Bunun o'zimizni saqlab qolishning ikki manbasi bor degan. Biri boshqa davlatlardagi, ya'ni Yevropadagi masalan, o zamanda Yevropada yanılar Yahudilar gettolarga ayrilib kamsitilib turardi. Faqat Amerikada barobar muomala uchraydi. Uning uchun bu Amerikadagi Yahudilarning tadrijiy muhitga singishib ketib qolganligidan qaqshab o'zimizni saqlab qolishning ikki tashqi omili bor degan. Birisi Amerika bizni gettolarga ayirgan bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi. İkincisi Yevropadan davomli yangi ko'chmanlar kelib qitilib tursa, ularning ta'siri bilan yana bir az bizning hayotimiz uzaydi deb qaragan. Chunki Yevropada gettolarda yashagan yahudilar bo'lganligi uchun ularda yahudi kimligi Amerikadagilarga qaraganda ro'shan. Yanalar til jihatdan aniq bo'lmasimi, boshqa odatlar jihatdan ro'shan bo'lganligi uchun bu yangi ko'chmanlar konillarga ta'sir ko'rsatib, ularning milliy tuyg'ularini yangilashga foydali bo'ladi demoqchi. Demak, erkinlik dunyosida bizning ikkinchi sinf muomala ko'rmasligimiz, shu yerdagi xalqlar bilan o'xshash erkinlikdan bahramand bo'lishimiz bizning tez singishib ketishimizga sabab bo'ladi. Buning uchun bu go'yo bir tarafdan intayin yaxshi, biz endi kamsitilib, chetga qilib kelgan bir xalq bo'lganligimiz uchun u yerda erishgan bu erkinlik albatta bizga yaxshidek turibdi. Ammo bu bir tatliq dora. Bu ziyonli omillardan keyin
Endi paydalıq amillar, tashqi paydalıq amillar. Ta'limimizga bugun tarqatliqimizni ma'lum nisbatda tuzaltishga yaraydigan tor, uchur vositalarining taraqqiyotini paydalıq amillar qatorida sanashimiz mumkin. Torning yiroqni yaqin qila oladiganligi, Avstraliyadagi biri bilan meni do'st qilib bog'lay oladiganligi, qo'shni qilib qo'ya oladiganligi nuqtasini aytganda, bu ilgari Yahudi diasporasida bo'lmagan paydalıq amildir. O zamanlarda yoktu. Bugün bak. Bu biz için bir paydalıq amil. Bunundan başka Xitayning siyosatidagi qattiqlik bizga tirajash kuchi baxsh etadi. Chunki nafrat har zaman bir energiya rol o'ynaydi. Bu nuqtalardanmi Yahudi diasporasining milliy kimlikni saqlash haqidagi qayg'ularida tilga ilingan bir nuqta mana shu. Az to'liq zulm bo'lsa ekan degan qo'llar. Zulm milliy kimlikni mustahkamlash, birlikka keltirish rol o'ynaydi. Ortiqcha yaqinlik, demokratiya aksicha rol o'ynagan ekan, u holda zulm paydalıq rol o'ynaydi milliy kimlikning saqlanishida. G'arb davlatlarida ma'lum bir millatning o'quvchi soni 12 dan 17 gacha bo'lgandi. Ba'zi davlatlarda 12. Öz tilida sinib etishga bo'ladiganligidan iborat afzalligi milliy kimlik, til va madaniyat jihatdan izbosarlarimizni tarbiyalashga yeshil chiroq yoqib turdi. Garchi bugun bir mahalla yoki bir shaharda yashaydigan Uyg'urlardan bir sinib etishga loyiq sonda o'quvchi chiqadiganlar ko'p bo'lmasimi? Bu her zaman zapastaki paydalıq amillarning biri. Ba'zi joylarda o'quvchi yetarlik bo'lsa-mu, hukumatga iltimos qilishni o'ylashmayla o'zlari kurs ochganlar bo'lishi mumkin. Ammo hukumatga iltimos qilinsa, sinf tayin qilgandan boshqa bu bolalarga dars beradigan muallimning ish haqqini hukumat ko'tardi. Mana bu tashqi paydalıq amillarning birisi. Tashqi paydasiz amillarning ichidagi boshqa paydasiz amillarni ilgirki suhbatlarda deb o'tdik. Bu xalqaro atmosfera, davlatlar munosabatidagi bugungi Xitoyning o'rni, dunyo siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan kuchi, bularning hammasi bizning paydasiz amillarimiz, tashqi paydasiz amillar. Qarindoshlarni men mana bu temalar ustida yuqorida ko'rsatilgan o'rnaklar yoki uning izidan tafakkurga yetaklamoqchi bu mavzu orqali. Qarindoshlar, bizdagi tafakkur g'ururligining sababi yanala nayta uzun yil, asrlar hatto biz boshqalar tarafidan boshqarilganligimiz uchun. O'ylashga tegishliknimi biz uchun boshqalar o'ylab ma'ni qil deb beradiganligi uchun o'zimiz o'ylab ish qiladigan bu odat psixikimizda yo'qolib ketgan. Shu deyjan o'ylaydi, masalan, bugun nima ish qilishimizni biz o'ylamasak mı bo'ladi? Shu deyjan bo'rg'anni qilsak bo'ladi. Uning uchun o'ylamadik. Şirketlarda, idoralarda boshliq o'ylaydi, biz o'ylamaymiz. Chunki diktatori muhiti ashuni belgilagan. Endi demokratiyada hamma odamning o'ylashga yetaklanishi, hamma odamning aqlini shirkatning taraqqiyoti uchun
davlatning taraqqiyoti uchun joriy qilish amalga oshirilgan. Ammo mustabid davlatlarda bo'ysunish oldingi o'rinda turadigan bo'lganligi uchun ular ma'qul desa bo'ladi. O'ylashni boshliq o'ylaydi. Boshliq o'ylab, "Ani qil, sen mani qil" desa bo'ladigan bo'lg'achqa biz o'ylab avar olmaymiz. Biz uningga ko'ndik. Endi qarindoshlar, bu erkinlik muhitining foydasiz taraflarini o'zlashtirib olishga aldirmay, foydali taraflaridan qanday foydalanamiz? Buni ko'proq tafakkur qilaylik. Buningdan ko'proq foydalanaylik va hamda bir tafakkur odati yetildiraylikki, uni biz uchun boshqalar o'ylaydi ne tashlaylik. Ya'ni masalan, biz mamlakat tashidimi hozir qanday qilyapmiz? Bugungacha bo'lgan bu odatlarimizdan shuni ko'ryapmizki, bu vatan millat haqida, siyosiy istiqbolimiz haqida go'yo biz o'ylamasakmi bo'ladi. Uni lider bo'lganlar o'ylash kerak, tashkilotlar o'ylash kerak. Bizning ishimiz yo'q uning bilan. Bu yerda ishdan ayrilgan kasbiy inqilobchilik yo'q. Hammaylar inqilobchi bo'lishimiz lozim. Hammaylar o'ylashimiz lozim. Hammaylar xatolarimizni, ortiqchiliklarimizni tepib chiqishimiz lozim. O'zgartishga tegishli yerlarimiz qaysi? Joriy qildirishga tegishli taraflarimiz qaysi? Mana bu nuqtadan bu temani men bir zaruriyat deb qarab sizlarga sunyapman. Endi qarindoshlar, agar bu haqda o'ylanganlar bo'lib, bir qadar cho'nqur fikr qilib, maqola sifatida yozib chiqalaydiganlar bo'lsa, evarsa men bu siyosiy majmuaning kelgusidagi jildlarga kirgizaman. Uni torda e'lon qilamiz va kitob qilibmi nashr qilamiz. Agar muloyizachi yoki qalamkash degandek mandaq alayda iqtidori bo'lmagan qarindoshlar faqat bir masalani o'ylab topgan bo'lsa, uni ommaviy torbatlarda ko'pchilik bilan o'rtoqlashsa bo'ladi. Biz u yerda to'plangan bu qarashlarni, bu tep chiqilgan ortiqchiligimiz va kamchiliklarimizni, foydali va foydasiz omillarni u yerda to'plansa, u to'plangan yerdan elib uni umumlashtiramiz. Ya'ni o'xshashlarni chiqarib tashlab, o'xshamaydiganlarni bir tizimlik qilamiz. Va ko'pchilikning muzokarasini o'tkazgandan keyin biz uning mo'yinlarini asos qilib bir red tartib tuzib chiqamiz. Mana shunday qilib o'zimizni tushunish boshlandi. O'zimizni tushungandan keyin andin harakatlarimizga ro'shanlik qozonamiz. Nimani qila oladiganligimiz ma'lum bo'ldi, nimani qila olmaydiganligimiz ma'lum bo'ldi. Uningga ko'ra plan tuzalaymiz. Qarindoshlarning bu haqda yana o'rinliq an'anasini joriy qildirib, tafakkurdagi o'rinliqni, yana buni bir necha odamning ishidek biz qilmasakmi bo'ladi deydigan qarashda olmay, bir az qizg'inlik bilan o'z-o'zini operatsiya qilib, o'smalarni tep chiqishini umid qilaman. Ish munosabatlari bilan men buni texmi ko'p misollarni o'ylab yetolmay qoldim. Buning uchun ko'pchilikka havola qilaman.
Hemminglarni aşı namayişdiki qızğınlıqni jari qıldırıp, bunimi goya manevi septiki bir namayişdek ommaviy harakatga aylandırıp qızğınlık bilen bas munozaraga qatılışыңlarni chaqiraman. Allah hemminglarni salomat qilsin. Hemminglarni ishlaringlarda muvaffaqiyatga erishtirsin. Sizlarga rahmat.